Yutqizgan qaynona bilan qoladi. Kelishdik. Boshladik. Don. Voy kelinlar. Labbiy oyijon. Men o'ylab ko'rdim. Kim ro'zg'ori eblasa, o'sha bo'lay bo'lib chiqadi. Mana pul. Bozorga yig'ib kelinglar. Xo'p bo'ladi oyijon. O'sim, qaynona bilan qolishga tayyorlanavering. Ko'ramiz. Ana endi bozor qilishim kerak. Araba kerakmi? Yo'q, kerak emas, pul ekonom qilishim kerak-ku. Karam kilosi nechi pul? 5 mingsan. 1 kilo. Sabzi nechi pul? 5 mingsan. 1 kilo torting. Piyozingiz qancha? 4 mingsan. 1 kilo bering. Bilan barakali kelinman. Birinchi sabziga ko'zim tushdi. Narxi 4290 ekan. 1 kilo piyoz 1790 so'm, 1 kilo karam 1490 so'm. Rostdan ham arzonga o'xshaydi. Endi go'sht olsam bo'ldi. Amaki, ro'zg'or bo'lib go'shingiz qaysi? Nechi pul? 110 ming kilo. 1 kilo bering. Hop bo'ladi. Pulim qani endi? Tuxumlaringiz nechi pul ekan? 1500 so'm. Kelishtirib berasizmi? Yo'q, bo'ladigan narxi. Kelishtirib bering endi, bozor-ku. Yomon qattiq ekansiz. Bir reshotka olyapman, kelishtirib bering endi. Voy, bandagi katta tuxumlarni atigi 1090 so'm ekan. Xo'p, oling 1400 endi sizga. Bering, bir reshotka. 3.2% sutiylar bor ekanmi? Shuncha narsa olishga olib, oyijon bergan pul yetarmikin deb tursam, pulim ortib qoldi, ishonasizlarmi? Xursand bo'lib ketdim. Oyijon точно meni alohida chiqaradilar. Bozor qilishni ham yorvordim. Biram barakali kelinman deb. Otang bozor, onang bozor. Qani oyijon, qanaqa bozorga qilib keldilar? Oyijon, mana zdachisini ham olib keldim. Baraka toping. Siz ro'zg'ori evlisiz. Shuning uchun siz men bilan qolasiz. Oyijon, bu-chi? Bu bilan qolsam xonavayron bo'laman, kapangado qiladi. To'ppa to'g'ri oyijon. Biram bebaraka kelinman ketdim.